Sahnaga dastlabki partiyamizni taklif etamiz. Kutib oling. Ertaga keling partiyasi. Ertaga kelinglar. Ertaga bari bo'lar boshqacha. Ertaga. Assalomu alaykum hurmatli saylovchilar, qarindoshlar. Men endi o'zimni partiyam qanday tashkil bo'lganini aytib o'tsam, men o'zi birinchi bankda ishladim, kredit отделda. Keyin notariusda ishladim. Keyin kadastrda ishladim, yagona darchada ishladim. Shu ishxonalarimni eng ключевой so'zini olib, ertaga keling partiyasini tashkil qildik. Rahmat. Sahnaga Solasol partiyasini taklif etamiz. Sizning huquqlaringiz poymol bo'lyaptimi? Siz aytgan ishlaringizga rasmiy javob bo'lmayaptimi? Unda siz umuman bizning partiyaga a'zo bo'lsangiz, biz musht bilan hal qilamiz. Musht bo'lmasa tirsak bilan, u bo'lmasa bu tirsak bilan, keyin razvorot bilan. Biz oldin uramiz, keyin o'ylaymiz. Solasol partiyasi. Yo'g'i. Mash bola menman. Bizning partiya. Huquqlaringiz poymol bo'lsa, siz yozib o'tirmang. Siz bizga murojaat qiling, biz yig'ilib olib uni. Ko'pchilik buni Coca-Cola deb o'qiyaptimi? Demak, siz maktabda Zaparti 300 park deb o'qigansiz. Biz faqat muammolarni musht bilan hal qilamiz. Bizning partiya. Agar bizga ovoz bersangiz, daryoning bo'yida o'tirib olib, bitta kapchoni bilan. Rahmat. Sahnaga ko'pchilik saylovchilarimiz tomonidan iliq kutib olingan favorit partiyani taklif etamiz. Kutib oling. Va'daboz partiyasi. Biz yo'llarni asfalt qilishga va'da beraman. Hey, burga qani. Tizimdan yurish va'da ber. Aka, kichkina rolligimiz bor, olaylik. Qishlog'imiz ko'rkiga ko'r qo'shib turgan yangi maktabni yana boshqatdan ta'mirlatishga va'da beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yoshlarimizning barchasini ish bilan ta'minlashga va'da beraman. Dachaga haydab. Yigit qasam ichmaydi. Yigitning so'zi qasam. Yigit qasam ichmaydi. Yigitning so'zi qasam. Abbos guruhi-yu. Siz aniq tez ko'tarilasiz. Agar bizga ovoz bersanglar, biz sizlarga xohlagancha va'da berishga va'da beramiz. Albatta, partiya doshlarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bizning Va'daboz partiyamizda futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining barcha o'yinchilari a'zo. Bular orasida mart oyiga bitiramiz deb 7 yildan beri dom qurayotgan akalarimiz ham a'zo. Va bugungi kunda hokimlarimizni ham partiyamiz a'zolari sifatida ko'rayotganimiz bizni xursand qilyapti. Rahmat. Kechirasiz, shu ertaga keling partiyasi. Sizni partiyadoshlaringiz yo'qmi? Ertaga kelishadi. Kechirasiz, sizga savolim bor edi Va'daboz partiyasi. Siz juda ko'pchilik bizni partiyaga a'zo dedingiz, to'g'rimi? UzAvto ham sizlarga qaraydimi? Yo'q, biz ularga qaraymiz. Yo'q. Ke san'atkorlar dedingiz, Jahongir Otajonov ham sizlarga qaraydimi? U yo'q, kishim sharoitga qaraydilar. Sahnaga biz unaqa emasmiz partiyasini taklif etamiz. Bizga ovoz bering. Bizni birovlardan ne kamimiz bor. Ey jufti halolim, ne g'amimiz bor. Ey, ular unaqa emas.
Assalomu alaykum hurmatli partiyadoshlar hamda saylovchilar. Partiyamiz haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik bizni tog'ma-tog', Dubayma-Dubay, dachama-dacha yuradi deb o'ylashadi. Aslida biz unaqa emasmiz. Ko'pchilik bizni 4 ta 5 ta olib sumalakni yaxshi pishirishadi deb o'ylashadi. Aslida biz unaqa emasmiz. Ko'pchilik bizni militsiya xodimlari bilan tili bir deb o'ylashadi. Aslida biz agar bizni partiyamiz saylovda g'olib chiqsa, kelajak uchun javob beramiz. Hay. O'tmishga kim javob beradi? Javob berib bo'lganmiz. Ha, yo'q, yaxshi. Marhamat, endi dasturlar bilan tanishtirsak. Albatta, agar biz dasturimiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, saylovda bizga ovoz bergan saylovchilarga biz saylovda g'alaba qozongandan so'ng Grand Capital uylaridan 2 xonali uydan ajratamiz. Chekka qishloqlarimizni ham sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashga va'da beramiz. Byudjetimiz uncha pul yo'q. Biz ham qilib beramiz deganimiz yo'q, va'da beramiz deyapmiz. Men tushunmadim. Uy, kitob, suv, nima daxli bor bir-biriga ular? Aka, siz tushunishingiz shart emas. Eng muhimi soqqasini berganlar tushundi deb o'ylayman. Mana shu yigit partiyamizning eng faol a'zolari chapay chalishi, qarang. Zo'r. Bu yigit boru? Ha. Bitta qo'lida ham chapay chaladi. Qanaqa qilib, qani? Ey aka, ishonasizmi? Kerak bo'lsa ikkala qo'lini qo'yib yuborib ham chapay chaladi. Yo'q, qani? Bo'ldi, orib qoladi, bo'ldi. Lekin mana shunaqalar birinchi bo'lib seni tagingga ana reklamangdagi suvni qo'yadi bori. Siz a'zolaringiz haqida gapirsangiz, partiyadoshlaringiz haqida. Endi partiyani men juda ham dasturni qisqacha qilib aytib o'tirmayman. O'zimizni faol insonlarni aytib qo'ya qolaman. Bizda eng faol insonimiz Neftchi Turon o'yinida shu hakamni tepgan yigit. Keyin hamma o'z kelib mazza qilib yurgan paytda Ahad Qayimni shapalaq bilan urgan Halimba bizning eng faol a'zosi hisoblanadi. Rahmat. Ovoz beringlar. Marhamat, biz unaqa emasmiz. Bizni ham dasturimizda rejalashtirib qo'ygan ishlarimiz juda ham ko'p. Shulardan biri biz endi yoshlarni erta turmush qurishini oldini olgan holatda, endi yoshlar erta turmush qurishmaydi. Qachon quradi? Где-то obeddan keyin 4-5 larda bemalol. Men ham o'zimni dasturim bilan tanishtirib o'tirsam, o'zim yozdim. Xo'sh, agar bizni partiyaga ovoz bersangiz, birinchi o'chirtda uy olaman. Ya, uzr, boshqa dasturni o'qib yuboraman. Originalni ertaga tayyorlab kelamiz. Chiqlaring. Ya, assalomu alaykum. Ana bizni partiyamizning eng faol ishtirokchisi, g'irt qarzdor, ertaga keling so'zini egasi bu. Men tuqqanman shu so'zni. Bitta ko'rish qo'ylik. Juda mashhur inson ekansiz. Uka, qarzingizga qarz qo'shilsin. Rahmat. Yerdan olganingiz qarz bo'lsin ekan. Tabriklayman. Aka, 40 ming berib turamizmi? Ertaga berib yuboramiz. Bo'ldi. Ertaga kelinglar, berishga va'da beramiz. Bo'ldi. Ya, assalomu alaykum. Men sizlarni tanidim haligi Sitora guruhi. Hazilkash. 40 ming berib turing aka, ertaga berib yuboramiz. Men o'zimni borini beraymi? Ha, bering aka. Pastdan bitta shapaloq bersin. Ya, taniyapsanmi? Ey, Chinozor 9-etaj. Qizilechik to'pli bo'lib bor. Ey! Biz unaqa emasmiz. Bular birinchi telefon qilganda ham shunaqa degan. Agar ruxsat bersanglar bir savol javoblarni boshlasak maylimi? Kechirasiz, seni ko'zimga ko'rinyapsiz. Siz oldin solosoldan chiqmaganmisiz? Ey, biz unaqa emasmiz. Bo'ldi. Hamma ishonyapti, shu savol javobni boshlasak. Endi hamma har doim aytadi, shu deputatlikka nomzodlar savol javobni kelishib olishadi deyshadi. Shuncha bir 4000 ta saylovchi o'tirgan ekan, shu kelishmasdan kelinglar, haqqoniy qilsak shu savol javob. Davayt, keling. Kimda savol bo'lsa, qo'l ko'tarib bemalol deputatlarga savollarni berish mumkin. Kimda savol bor? Marhamat, bor. Mana shu yigit, turing. Siz bering. Rahmat. Kakras mikrofoningiz ham bor ekan. Faqat men ikkinchi berardim savol, birinchi boshqa. Yo'q, o'tirib turing bo'lsa. Kim edi birinchi? Turing, marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu ham gazetasidanmiz. Savolim ertaga keling partiyasiga. Mana korrupsiyaga kurash ishlari olib borilyapti hamma yoqda. Agar men ovozimni sizga bersam, siz korrupsiyani hal qila olasizmi? Ya, albatta hal qilamiz, ya. Albatta hal qilamiz. Nech pul berasiz? Savolim Solosol partiyasiga ham shu. Rahmat. Qaysi gazetaman dedingiz?
Shu ham gazetasidanmi? Ha, bo'ldi, o'qiganman, g'ijimlab o'qiganman. Hali muqovasi qalin, ha? Bering, savolni bering. Savolim shu, korrupsiyani hal qila olasizmi siz? Ha, korrupsiyaga ajoyib dastur ishlab qo'yganman. Har bir poraxo'r hokim oldiga bitta chempionni qo'yamiz. Pul oldimi, sirasi aperkot beradi. Har bir poraxo'r prokuror oldiga bokschini qo'yamiz. Pul oldimi, sirasi gish qo'yiladi. Shu chempionni o'zi pul olib qo'ysa-chi? Yo, hali shunaqasi ham bormi hali? Men bitta futbolda deb eshitdim. Unda haliga zo'r halol prokuror bilan halol hokimni qo'yamiz. Olib kirib borib rasa sola-sol bo'ladi. Yaxshi, navbatdagi savol. Marhamat, ikkinchi savol. Savolim, men Limonariya mahallasida turaman. Shu uyimning oldiga bitta daraxt ekuvdim. Shuni ertalab chiqsam, hokimiyatdanmi kimdirlar kelib kesib ketdi. Yozib qo'y, kesib ketdi. Kesib ketdi. Keyin o'rniga yana ikkita ekuvdim, ertasiga yana chiqsam, yana kesib ketibdi. Yana kesib ketdi, yozib qo'y. Shu 5 yashar o'g'lim bor-da, sunnat qilishga tayyor bo'lib turibdi. Shu sharoit yo'qrog'ida ertalab chiqarib yuborsammikan, birato'la to'y-poy qilib. Bu joyini yozma. Endi olib chiqib qo'ysangiz bo'ladi, faqat o'zingiz uzoqroqdan bo'lsa ham qarab turing-da. Chunki chuqurroq kesib yuborsa, va'dabozdan chiqib biz unaqa emasmizga azob bo'lib ketishinglar. Marhamat, navbatdagi savol. Kim? Manda savol bor yana. Marhamat. Assalomu alaykum. Biz yozdik nima? Terpila yozdi nima gazetasidanmiz? Eshitamiz. Savolim Vadaboz partiyasiga. Biz qishloqda turamiz, yo'llarimiz yo'q, shularni hal qilib bera olasizmi? Yo, kechirasiz, 4000 ta saylovchini oldi chiqib olib, bizda qishloqda yo'l yo'q deb noto'g'ri informatsiya tarqatyapsiz. Aka, qishlog'imizda yo'l yo'q. Men sizga yana bir marta takrorlab aytaman, siz noto'g'ri informatsiya tarqatyapsiz. Aka, men bilsam kerak, yo'l yo'q. Yo'l yo'q bo'lsa qayerdan chiqib keldingiz hozir bu yoqqa? Asfalt yo'q demoqchi edim. Yo, bu yerda hamma o'zini muammolari bilan kelganda, ukajon. Sizga bitta imkoniyat berildi, bitta muammoingizni hal qildik mana. Yo'l masalasini hal qilib berdimmi? Asfaltga boshqa kelasiz, xo'p? Marhamat. Marhamat. Kimda yana qanaqa savol? Marhamat. Rahmat. Menga o'xshagan bola bor ekan yo'qda. Savolim, hozirda xalqimiz orasida haqiqatni aytishimiz kerak, tan olishimiz kerak. Yomon yo'lda yurgan qizlar bor. Shu yomon yo'lda yurgan qizlar bir yaxshi yo'lda yurishi uchun yo'lni asfaltlab bera olasizlarmi? Mayli, biz asfalt qilib yaxshi yo'l qilib beramiz. Keyin ular biz unaqa emasmiz deb partiya ochib olyapti-da, uka. Yigitlar, har xil savol javoblar bilan menga achib ketdi. Partiyamiz bilan bitta taklif kiritmoqchimiz. Shu saylov tugagandan keyin bir joylarga borib, qolgan masalani o'sha yerda hal qilsak, nima deysizlar? Agar hamma polni komplik boradigan bo'lsa, shotni to'lashga biz partiyadoshlarimiz bilan va'da beramiz. Rahmat. Salosolni men tashkillashtirib beraman. Kelinglar, shu ishni bugun qilaylik. Ertaga qoldirmaylik. Marhamat, so'nggi savolga o'taylik. Mumkinmi? Men o'zim UzAuto Motors'da sobiq xodimman. Kakras menga kerak odam ekansiz. Baqa keling. Savol bersam bo'ladimi? Bering. Savollichi 85%ni bering-da, 15%ga 9 oydan keyin kelasiz, ha? Voy, malades, ha? Agar savolingiz mokriy asfalt birinchi pozitsiya yevro bo'ladigan bo'lsa, birato'la shapka bilan kelasiz, xo'p? Bo'ldi. Endi bizni 2 yildan beri Rasul Kusherbayev degan deputat sizlar monopolistlar deb tinch qo'ymayapti. Yo, sizlar monopolist emassizlar. Kim monopolist desa, sizlarni bu xato gap bo'ladi. Mana ko'chaga chiqing, birorta Chevrolet mashinaga ko'zingiz tushdimi? Yo'q. Umuman yo'q. Ko'cha to'la Nexia 3. Shu Rasul Kusherbayev qaysi partiyadan? Bizi partiyadan. U odam mujik odam bizi partiyadan, solosoldan u odam. Bizani partiyadan. Nimaga? Bugun yo'qmi, ertaga keladilar deya. Yo, Rasul Kusherbayev bizni partiyadan. O'zi aslida Rasul aka bizani partiyadan. Yo, bizni partiyadanlar. Senga o'xshaganlar ko'payib ketgan hozir-ki. Uka. Bular bunaqa qarsakka uchmas ekan-u. Qarsaydi qadriga yetadigan odamning orqasida turaverdi, uka, o'shaning uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz, hamkasb. Rahmat. Yaxshi. Ko'payib ketganda bunaqalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Mana ko'rdik, dasturlarni ko'ryapmiz, eshityapmiz, partiya tuzmoqchi bo'libsizlar.
tarixlarda ham mana ko'rdik, dasturinglarda. Rahmat. Endi shunaqa, menda shunaqa fikr bo'lyaptiki, hamma o'zini ishini qilsa, menimcha yaxshi bo'lardi. Sizlar ham nimadir qilishga harakat qilyapsizlar, lekin menimcha baribir dehqon bo'lsa, dehqonchiligini qilgani ma'qul. Bo'ldi, bu yil mosh ekamiz. Taksi bo'lsa, taksligini qilsin. Tushunarli. Qo'yliq 4 kishi olamiz. San'atkor bo'lsa, artist bo'lsa, artistligini qilish kerak. Uka, aytdimmi bizga siyosatda nima bor deb, artist ham odammi uka? Deputatlarga deputatlikni qo'yib bersa, haqiqatda Rasul aka, kechirasiz. Biz nima qilaylik? Sizlarni to'g'risi men ham bilmayman nima qilish. Lekin maslahat aytishim mumkin. Endi ana gender sizlar bir og'ir mavzularda tenglikda olib chiqyapsizlar, teng bo'lamiz. Yaxshi. Buni bitta komissiya bor, gender komissiyasi bor biz senatda. Shu yerga olib chiqib ko'ringlar. O'xshasa yaxshi bo'lib ketar. Tushunarli. Avvalo jamiyat qabul qilish kerak hammasini. Rahmat. Qansigilar bo'lsin, rahmat. Ma'lumot uchun aytmoqchiman, men bularni partiyalarda a'zo emasman. O'zimizning partiyamiz bor, O'zli deb. O'shanda a'zomiz. Nima bo'lganda ham to'g'ri yo'ldan hech kim adashtirmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Assalom sizga ey baxtli yoshlar, shu vatanda kamol topgan qora toshlar. Mana yomdan bayramlar muborak bo'lsin, mehnatning mukofoti bu. Yuragim aytar bag'rimda yalla, betakror go'zal bu qishloq shaharlar. Ajdodlar orzu qilgan bir mahallar, mustaqillik sharofati bu. Ushaldi ku orzu, qo'llar ko'ksimizda, boshimiz osmonda, deymiz xizmatingga labbay. Gullab yashna
Jahongir Poziljonov. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Hammanglarga sihat, salomatlik, omonlik tilayman. Doimo sog', omon bo'linglar. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Yashasin, gullasin O'zbekiston. Rahmat. Estradamizning yorqin vakillaridan biri ustozimiz Jahongir Poziljonov. Gulduros olqishlar sadosi ostida